Xo'sh, ozgina qo'ziqorin terib olib. Hoy, janob, sizga yordam kerakmi? Hoy, janob. Nimaga bu ay, tishlab oldi. Do'stlar, video boshidan sizlarni kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni va oxirigacha tomosha qilishni tavsiya qilaman. Juda ham noqulay eshik. Buni o'rniga oddiy yog'och listdan qo'ygan yaxshi. Hammaga salomlar. Mening ismim Bruno va yangi videoga xush kelibsizlar. Menda uyimdagi temirli eshik albatta xavfsiz, lekin umuman noqulay. Shuning uchun ham o'rmonga keldim, daraxt chopish uchun demoqchi edim, lekin bu yerda qon, buni qaranglar, juda ham ko'p qon. Tushunmadim, kim buncha qonni qoldirib ketgan bo'lishi mumkin yoki kimdir yaralashganmikin ha. Tak, alo, Hajinoq mer. Kartoshkani qachon olib kelasan? Hozir olib olaman. Tezroq bo'l. Do'stlar, esimdan chiqib ketibdi-ku, o'rmonga ketib qolibman. Yo-moyo, aytgancha qon haqida merga ham menimcha aytib o'tishimiz kerak. Eshitdinglarmi? Jitelning ovozi chiqqanday bo'ldimi? G'alati. Tak. Hop, mayli, kimdir gapirgandek bo'ldi, prosta yordam dedimi? Hayronman, qayerdan bu yerda jitel yordam so'rashi mumkin? Axir xavfli joylar bo'lmasa, jitel tushib ketishi mumkin bo'lgan joylar yo'q. Mayli, hozir merning yoniga boramiz, qon haqida aytamiz. Undan tashqari mana bu kartoshkalarni topshiramiz va o'zi mer borib ko'rsin, kim o'rmonda buncha qon yo'qotibdi ekan. Xavfli holat bo'lishi mumkin yoki kimdir pichoqlashgan yoki hayvonlar tashlanib qolgan. Nima bo'lgan taqdirda ham salom janoblar, salom. Vau, shuncha oltin qayerdan keldi? Bu boshqa bir o'yinchi sovg'a qilib ketdi hozirgina. Yo'q. Mayli, qo'yil. Xo'sh, mana kartoshkalarni olib keldim, oling. Yaxshi. Oyligingni ol. Rahmat. Ketaveraymi? Aytgancha janoblar. Xo'sh, o'rmonda qon ko'rgandim. Qon? Haqiqiy qon. Odamniki bo'lishi mumkin, juda ham ko'p edi. G'alati. Shuni aytaman-da. Menga ham bir ikkitasi aytgan edi. Borib ko'raman keyin. Mayli, ketaveraymi? Ketaver, eshikni yop. Okey. Do'stlar, merga allaqachon aytib bo'lishibdi. Bu yaxshi. Oylikni olganim ham yaxshi bo'ldi. Endi boramanda qarzimni qaytarib beraman. Qo'shnimdan ozgina qarz bo'lgan edim. Oylikni ushlab qolishgani uchun o'zimni yig'ib qo'ygan pulimni ishlatmoqchi emas edim. Shuning uchun ham ozgina qarz olgandim va hozir qaytaraman. Jitel, yordam. Nima? Yordam so'rayapmi? Jitel, eshik yopiq-ku. Yordam, tushunursan. Jitel, yo'q, buni qaranglar, qonda yotibdimi? Tushunursan, tak, ochish kerak eshikni. Hozir eshikni buzaman. Yo'q, o'rmonda kim? Tushunursan, Jitel, o'lib qolma, faqat o'rmonda kim bo'lishi mumkin? Hozir merni chaqirish kerak, tezroq merni chaqirmasa bo'lmaydi. O'rmonda degandek bo'ldi, demak, bu Jitel o'rmonda yaralangan, balki o'rmonda manyak bordir. Janob mer, ana meni qo'shnim bor edi-ku, kichkina uyda yashaydigan. Xo'sh, o'shani pichoqlab ketishgan, bilmadim, hamma yo'q qon bo'lib yotibdi. Qon, tushunursan, yurchi ko'raylikchi, ko'rsat menga uyini. Hozir ko'rsataman. O'zingiz bilmaysizmi? Shu uyning yonida bir kichkina uycha bor edi, 3 talik, o'shami? O'sha. Hozir ko'ramiz. Mana bu, Xo'sh, qani? Hech kim yo'q-ku, qanaqasiga? Hech kim yo'q. Lekin qon bor, ko'ryapman, lekin o'zi qani ekan? Balki tez yordam kelgandir, eshitgan bo'lardik ovozini. Tushunursan, men hozir qishloqqa borib qidiraychi, balki tibbiy ko'rik uchun ketgandir, birortasini qidirib. Davay. Tushunursan, tasavvur qilyapsizlarmi? Endigina kun yaxshi boshlanganda qon, keyin esa mana bu jitel qacha. Do'stlar, uning yuzi boshqacha ko'ringandi, xuddiki tishlab olingandek. G'alati. Mayli. Nima qilaman endi, bilmasam. Mayli bo'lmasa, unda hozir biz nima qilishimiz kerak? To'g'ri, eshikni almashtirishimiz kerak, chunki umuman noqulay. Tak, qani ketdik. Qaysi tarafdan qilsam ekan? Oqdanmi yoki eshitdinglarmi? Hoy, kimdir bormi? Tushunursan. Yo'q, hoy, senga nima kerak? Orqamdan qo'yapti. Yuzini ko'rdinglarmi? Hamma yog'i chirib, dirab to'kilib tushyapti. Bu tirikmi, o'likmi? Tushunursan. Yo'q, yashinamiz. Tak, sekin. Eshikni urib yubordimi? Tushunursan. Tak, tashqarida turibdi. Mana bu yerda axir rishotkalar bor. Kira olmaysan, ahmoq zombi. Tushunursan, rostdan ham. Buni qaranglar, zombiga o'xshaydi. Hamma yoqda yaxshiyamki uyimda rishotkalar qo'yilgan va kira olmaydi. Xavfsizman, lekin qishloqdagilarchi? Tushunursan, agarda mana qishloqqa ketdi, как раз. Balki hozir ana u
Yuzi tishlangan jitilam shunaqangi maxluqqa aylanib qolgan bo'lsa nima qilaman? Tishi nursin qayoqqa ketdi? Nahotki do'konchining uyiga kirib ketgan bo'lsa, ko'rmayapti, ko'cha tarafdan o'tgani. Endi nima qilaman? Yo'q, nahotki bizning qishloqda zombi apokalipsis boshlandi. Men albatta zombilar haqida o'yinlarni o'ynaganim, hattoki podvalimni bunkerga aylantirgandim videolarning avvaldan birida. Lekin hayotda mana shunday Minecraftda zombilar kelishini hecham tasavvur qila olmagan bo'lardim. Tasavvur qilyapsizlarmi? Agarda rostdan ham eshikni almashtirganimizda nima bo'lardi? Axir men ertalabdan eshikni almashtirmoqchi edim. Meni faqatgina mana shu reshotklar qutqarib qoldi va albatta bunker ham bor. Yaxshiyamki eshikni almashtirmabman. Agarda eshik almashganda tamom bo'lardim. Tushunursiz, endi nima qilaman? Balki politsiya chaqirish kerakdir, ha? Bilmadim. Borib ko'raylikchi. Aytgancha do'stlar, kim bilmasa menda mana bu yerda ham bunker bor. Biror nima bo'lsa, agarda zombilar ko'payib ketsa qishloqda mana shu yerda yashirinishimiz mumkin. Ya'ni uyim tagida ham, bu yerda ham faqatgina yo'l ochib kelish kerak xolos. Agarot tarafdan kirish noqulay bo'ladi. Ko'rdinglar, suv shunchaki odamni boshqa tarafga olib ketib qoladi. Shunga juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak. Tak, qani kelinglarchi. Mana bu yerda hamma narsa tayyor. Hajja unday zo'r bunker emas, bor yo'g'i toshdan qurilgan. Kravat, divan, stollar turibdi, lekin tirik qolish uchun bo'ladi. Zombilar bu yerga kira olmaydi, toshni sindira olishmaydi. Bizga eng keragi aynan shu. Tak, bo'ldi, yopamiz va qarash kerak. Tushunursiz, endi nima qilaman? Hayronman, bu juda ham g'alati holat. Men shunchaki hayron qoldim. Axir zombi bo'lishi mumkin emas. Do'stlar, zombi tasavvur qilyapsizlarmi? Xabar kelibdi. Tak, janob merdan uyimni yoniga kel, meni qutqar deb yozib yuborgan va qanaqadir rasm turibdi. Nima? Zombilarning rasmini tushirib qo'ygan. Tushunursin. Endi nima qilaman? Yoniga borishim kerakmi? Ha, qutqarishimni xohlayapti shekilli. Hozir ketdik. Tushunursin. Endi merni qanday qutqarib olaman? Ha, nahotki kasallik shunchalik tez tarqab ketgan bo'lsa. Yo'q, bularning ko'pliginincha bu yerda 4 ta 5 tasi turibdi. Tushunursin, qochish kerak. Qochdik. Yo'q, hasa hozir uyga kirib ketganim bilan, uyga kirishimga to'g'ri keladi. Uyga kirish kerak. Tezroq. Tak, yopamiz va bo'ldi. Tushunursin. O'zini eshitdinglarmi? Ketyapti, hammalar ketyapti bu yerdan. Yaxshi, bo'ldi, endi chiqishimiz mumkin deb o'ylayman. Bu juda ham xavfli. Ketgan bo'lsa yaxshi va biz hozir chiqamiz. Qani, olg'a do'stlar. Ehtiyot bo'lishimiz kerak. Zombilar ko'rmasin. Tak, mana bu tarafga ketganni bittasini ham hisobga olgan taqdirda, kelinglar shunchaki aylanib o'tamiz. Yo'q, bu yerda ham bor ekan-ku. Tushunursin. Bular tiqilib yotibdi, qishloqning o'rtasini egallab olishgan zombilar. Tushunursin, tak, sekin. Agarotni bosmaslik kerak. Agarotni nima qilsam ekan? Tak, merni uyi, lekin tushunursin, taqqani tomda rasm tashlagan edi va tomda turibdi. Hozir yoniga borishga harakat qilaman. Tushunursin, ana u sho'may qani 1 2 3 va sakrash kerak, lekin qanday sakrayman? Yo'q, sakray olmayman. Tak, mana buni olamiz. Mana buni ham olamiz va hozir merni yoniga borishga harakat qilaman. Mana bunday va hozir bu yerdan kichkinagina ko'prikcha qurib olishimiz kerak. Iloji boricha mana bu tarafga qo'shnining ko'z insasiga o'ta olishim uchun sakrab o'tishim mumkin, lekin ortiqcha tavakkal qilgim kelmayapti. Oyog'im salgina sirg'alib ketsa, shunchaki yiqilib tushaman va mana bu yerga tushishimiz kerak. Qani, davay va tushunursin, tak, sekin. Ushlay olishmadi. Qochdik. Yo'q, endi nima qilaman? Tushunursin, bekor qildim. Tak, sekin. Yaxshiyamki bular narvondan chiqa olishmas ekan. Orqamdan kelyapti hammalari. Tak, qani sakraymiz va yaxshi. Bruno, meni uyimni, kravat turgan xonani, derazani burchagidagi shkafning tagini qaragin, seyf turibdi, ichida avtomat bor. Avtomat? Ha. Yo'q, zombilarga qarshi bizga kerak bo'ladi avtomat. Faqat tezroq bo'l, eshikni buzishni bilar ekan bular. Eshikni buzishni? Ha. Tushunursin, tak, davay. Hozir bo'ldi va mana yaxshi. Tushunursin, qayerdan sizda Kalashnikov avtomati turibdi bu yerda. O'zimni niya bog'ini so'rama. Mayli, chiqyapman, chiq. Qochdik. Bo'ldi. O'ldirdim. Yaxshi, atrofda yana bor. Hozir otib tashladim. Boshqa yo'qmi? Bor yana. Sekin jidursin. Yo'q, tishlab olishmadimi? Yo'q, shunchaki ushlashga harakat qilishyapti. Lekin qochishga ulguryapman. Albatta zarbalari og'ir tegyapti, lekin tishlashga ulgurishmadi. Bu yaxshi. Jidursin, zombi. Bo'ldi. Boshqa yo'qmi? Orqa tarafda bo'lishi mumkin. Ular juda ham ko'p edi. Qishloqni yarmini zararlashdi menimcha. Bu yomon. Mana ko'rdim, sekin. Ulgurdim do'stlar. Sal qolsa yuzimga yopishib olardi. Bo'ldi, tak, bu yerda mashina turibdi merni. Qaniydir g'alati yopilgan va bo'ldi. Janob mer, endi nima qilamiz? Bilmasam, sen o'yinga borib turgin, o'sha yerda yashirinamiz. Men narsalarni olaman deb tushaman hozir.
Xo'sh, bo'ldi. Men bilan borarsiz balki. Yo'q, mayli, unda mana bu ichkaridagi narsalarni o'zim bilan olib ketaman sizga osonroq bo'lishi uchun. Ha, davay shunday qil, meni inventarimni shundoq ham to'la tushishga qiynalaman. Aha, bo'pti. Balki yordam kerakdir. Yo'q, o'zim eplayman. Ha, mayli. Inventar to'la pul bo'lsa kerak, shuni ko'rib qolmasin deyapti shekilli. Nima? Men yo pul emas. Men ham sizni aytganim yo'q. Ha, mayli. Oltinni ham olib olay. Ey, oltinni gapirma. Yo'q, xavotir olmang, o'sha yerga qo'yib qo'yaman. Hech narsa qilmayman oltiningizni. Ha, mayli, hozir tushaman. Aha. Bo'ldi do'stlar. Chinarson atrofda zombi apokalipsis bo'lsa pulni o'ylab o'tirdi. Mana bu yerda bitta jitel turibdi ekan, faqatgina bilmadim, buni tanimayman. Mebelchi boshqacha edi avval. Hamma edi. Tak, bo'ldi, yopdik va ajoyib. Endi biz shu yerda o'tiramizmi? Chinarson aqlga sig'maydi. Nahotki rostdan zombi apokalipsis boshlansa, balki politsiya chaqirganimiz ma'quldir. Yaxshiyamki eshikni almashtirmabman do'stlar. Axir bu video eshikni almashtirishni istaganimdan boshlangandi. Tasavvur qilinglar, agarda eshikni almashtirganimda nima bo'lar edi?